Assalamu alaykum hörmətli qarindaşlar. Gollandiya Uyğur Kişilik Hüquq Fondi Ma'rif və Təşviqat bölümü tərəfindən tayyorlanğan bir yürüş Golland tili dərsimizə xoş gəldinglar. Biz bugündən başlap Gollandiyaga yangi kelgan qarindaşlarga til jihatda yordamda bo'lish maqsadida bu bir yürüş til dərslərini o'rlashtirdik. Bu til dərslərimiz derslik kitap ve gramatik kısmından ibaret iki kısmını öz içine aldı. Bu dersler her haftada iki kıtım YouTube kanalımızga yolunuldu. Her haftada məxsus kitaptan iki ders, gramatik kısmından iki ders, cəmi 4 ders YouTube kanalımızga yolunuldu. Hem bu dersler her haftanın düşenbe, peyshenbe günü Naq meydan ötüldü. Naq meydan dersiga qatnashish orqali suallaringlar bo'lsa, naq maydonda so'rab javobga erishalasizlar. İnşallah bu dersimizning ham biz uchun, ham sizlar uchun foydali, manfaatli bo'lishini ulug' Allohdan tilaymiz. Hamda biz bu dersimizga material derslik kitobni tanlash jarayonida ko'p o'ylash orqali sizlar hozir ekranda ko'rib turgan mush derslik kitobni o'tishni qaror qildik. Bu kitabın ismi The Delft Methode, yani Delft usuli, Delft metodu, Nederlands for Buitenlanders, çetirlikler üçün Golland tili degan bir kitap. Bu kitap sel koni kitap, lekin koni kitap bo'lgan bilan yana hozirgacha foydalanish qimmati bor bo'lgan bir kitap. Biz bu kitap tanlash jarayonida xilbek o'ylashdik, o'ylash orqali masalan hozir til kurslarida ders qilib o'tilayotgan bir qancha kitoblar bor ekan. Ba'zi til kurslarida kitob bermay maxsus to'rdilla mashq qiladigan, to'rdilla ishlab o'rganadigan usulni qo'llanib o'tibdi. Lekin bizning bu darslarimiz hozir bizlik to'r muhitida o'tgan darslar bo'lg'achqa, unda mashq shaklidagi kitoblar ancha mos kelmaydigan his qildik. Chunki haftada 2 soat dars bilan u mashq shaklidagi kitoblarni o'rganish uchun haftada en az deganda 5-6 saat vaqt chiqara olsak, mashqlarni bir-birlab ishlab tushundirib, vaqtni unumi ham yaxshi bo'ladi-ku. Lekin hozir unda sharoit bo'lmag'achqa, ham u mashq shaklidagi kitoblarni o'tgan vaqtimizda ham sizlarda shu mashqni ishlay oladigan, to'rga kirib ishlay oladigan işte bir to'rda tizim tish nusxasi bo'lishi kerak-ku. Ham hozir u jihatda aramızda dersga qatnashishni xohlayotgan, osiy turayotgan qarindoshlar bo'lishi mumkin, ham ularga sal afsus bo'lib qolgandek. Shunlashqa biz hammalarga o'rtaq bo'lgan bir yaxshi o'rganish usulini tanlash uchun bu kitobni tanladik. Bu kitob jami 45 darsdan tarkib topgan. Har bir darsda tekstlar bor. Tekstlarning hammasi bizning kundalik turmushimizga mos keladigan. Masalan, birinchi dars ismingiz kim deb o'zimizni tanishtiradigan. Onun keyin siz qayerdan keldingiz? Bankada, saqchi idarasida, pochtaxonada degandek qisqasi bizning kundalik turmushimizdagi ko'p ishlatiladigan işte jumlalarni, so'zlarni o'z ichiga olgan, tekstlarni o'z ichiga olgan bir qo'llanishchan kitob. Ondan har bir darsning keyinda shu dars tekstlarga doir so'zliklar bor. Ya'ni qisqasi bu kitobni o'rganish orqali sizlar birinchidan Golland tilidagi so'zliklarni oshira olasizlar, ikkinchidan Golland tilidagi ig'iz tilinglarni kundalik turmushda qo'llaniladigan gaplarni qanday ifodalaymiz, shu jihatdan ko'p yordam bo'ladi. Ham biz har soatlik darsda moslashtirib grammatik qismini o'rganib mangamiz. Inshaalloh bu 45 mush kitobdagi 45 tekstni o'rganish orqali agar yaxshi o'rgansanglar so'zliklarni, darslik so'zliklarni, tekstlarni vaqti-vaqtida asli qoldirishga tirishib yaxshi o'rgansanglar, oshki saviyaga yeta olasizlar. Şun biz gerçi bu kitap konu kitap bolsunmu, yenilam muş kitapını tanladık. Qınamsa diqqatinglar dersimizde bolsun. Bugün öğrendiğim birinci dersimiz Who Hate Yay. Yani sizni qandaq chaqirmiz, sizning ismingiz kim deb, yani bugün bu tekst orqali biz o'zimizni tanishtirishni o'rganamiz. Dersimizning teksti mushu. Bu tekstler, sözlüklerinin hemmisi muşu dersini naq meydan anglayotgan qarindoshlarga topda oldin yo'llanildi yoki darsdan tushgandan keyin muşu dersninki PDF nusxasi yo'llanildi.
Şuna bu tekstlerning, sözlüklerning mushu darsninki yazma nusxasi ham erishishni xohlaydigan qarindoshlarning shu dars to'pimizga qatnab olishinglarni tavsiya qilamiz. Ems tekstni bir-birlab o'rganib o'taylik. Yani bugünkü bu tekstdə bizə asaslık özümüzü tanıştırışını öyrətməkdir. Yəni zexzəli forstellen, yəni özünü tanıştırış degan gap, forstellen tanıştırış, zexzəli özü. Xuddi bizning tilimizdə mo siz kim bo'lsiz, sizning ismingiz nima, sizni qanday chaqirsam bo'ldi deb har xil ifodalaganga o'xshash golland tilida ham shunda. Masalan, who hate yay, yəni who degan qandaq. Hate, ataş, çağırış, yey. Yani sizni qanday chaqirsam bo'ldi, sizni qanday atsam bo'ldi degan ma'noda. Ik hate alim. Yani meni alim deb chaqirsangiz bo'ldi yoki men alim. Yani we, ben, yey. Yani we degan kim, ben bo'lsa, yey degan siz. Yani siz bo'lsangiz kim, siz kim bo'lasiz? Ik ben alim. Yani men bo'lsam alim, men alim. Yoki yana bir xil atash usuli. What is your name? Yani what degan nima? Is bo'lsa, your sizning nam. Yani sizning ismingiz kim? Sizning ismingiz nima? My name is alim. Yani mening nam. Mening ismim bo'lsa alim, men alim degandekchi. Yani boshqalarning ismini so'rash, boshqalarni nima qilishni har xil ifodalash usullari. Endi birisi bilan tanishda oldi bilan salom beramiz. Shunga bu darsda ham salomlashishning har xil shakllarini olib keldik. Golland tilida salomlashish rasmiy shaklda, g'ayriy rasmiy shaklda deb ikki xil turda bo'ladi. Ya'ni rasmiy shaklda degani xuddi bizning tilimizdagi masalan o'zimizning cho'nglarga yoki tanımaydigan odamlarga hurmat yuzasida salom berish shakli. G'ayri rasmiy shakl degan vaqtda o'zimizning kichiklarga, o'zimizning yaqin do'stlarga degandek. Masalan, bizning tilimizda hargizmi o'zimizning cho'nglarga "O, yaxshimisiz" demaymiz-ku. "Assalomu alaykum, qanday ahvollari" deb xuddi adab bilan salom qilgan o'xshash. Ya'ni rasmiy shakl degani shunday bir adab shaklda salom berish shakli. Shu bu odatda o'zimizning cho'nglarga, tanish odamlarga yoki tanishsaqmi biz hurmat qiladigan işte odamlarga ishlatamiz. Onun Golland tilidagi rasmiy shakldagi salomlash shakllari "Dag, yaxshimisiz". Bu ham rasmiy shaklda ham g'ayri rasmiy shaklda har shaklda ishlatsak bo'ldi. Ondan "Goeiemorgen", xayrli sahar, "Goeiemiddag", tushkungiz xayrli bo'lsin, "Goeieavond", xayrli kech degandekchi. Bular hammasi rasmiy shakldagi. Yani g'ayri rasmiy shakldagi "Dag, hallo", "Hoy" deganlar hamda g'ayri rasmiy shakldagi salomlash usullari. Endi salomlashgandan keyin, suhbat tugagandan keyin xo'shlashish bor. Shunga bu darsda ham xo'shlashishninki bir qancha xo'shlashganda ishlatiladigan bir qancha so'zlarni olib keldik. Buning ham rasmiy shakldagi xo'shlash ifodalari tot zins, ya'ni tot zins degani tot degan g'icha, qicha, gicha, kicha degan ma'nosi bor. Zins degan ko'rish, ya'ni ko'rishkicha omon bo'ling degandek ma'noda. Ko'rishkicha xo'sh, ya'ni xayr xo'sh. En fijne dag, bu rasmiy shakldagi, ya'ni yaxshi kunlar yor bo'lg'ay, fayn degan yaxshi, dag kun. Ya'ni kunlaringiz yaxshi bo'lg'ay, yaxshi kunlar yor bo'lg'ay degan ma'noda. Endi bu dag degan so'zning yana xo'sh degan ma'nosi bor. Yani bayağı öğrengen dag deganni salomlashganda ishlatamiz. Xo'shlashganda dag desak yana bo'laverdi. Ondan duy bu g'ayri rasmiy shakldagi, duy xo'sh degan ma'noda. Dug bu g'ayri rasmiy shakldagi xo'shlashish. Ondan boshqa yana kunlarga qarab ba'zida, masalan, juma kuni xo'shlashgan bo'lsak birisi bilan, jumadan keyin shanba, yakshanba hafta oxiri kelganlik uchun u vaqtda fine weekend, ya'ni hafta oxiringiz xayrli bo'lg'ay deb xo'shlashsak bo'ldi. Ondan masalan ta'tilga chiqamiz. Bir ikki haftalik ta'tilga chiqamiz yoki xizmatdashimiz ta'tilga chiqdi, yo qo'shnimiz ta'tilga ketaman dedi. Unda ahvol ostida uningga feyni vakansi, yana ta'tilingiz yaxshi o'tgay deb mushta tilaklarda bo'lsak bo'ldi. Ondan feyni festdagen, ya'ni bayram kunlaringiz yaxshi o'tgay deb masalan bayramdan burun birisi bilan xo'shlashdik deyli. Unda ahvol ostida
feyni fistahın degan bayram kunlaringiz yaxshi o'tgay deb mushundaq tilaklarda bo'lsaqmi bo'ladi. Endi tekstning oxiriga kelaylik. Ana var komye fandan, ya'ni siz qayerdan keldingiz? Var qayer, kom kelmek, fandan dintin, ye siz, yani siz qayerdan keldingiz degan ma'noda. İkkum out Ürümçi, yani men Ürümçi'den keldim. Yani ma out deganning mu dintin degan ma'nosi var, fandan deganning mu dintin degan ma'nosi var, lekin men palaniyadan keldim demoqchi bo'lsak doim out degan ishlatamiz. Yani shu kom degan fe'lning, komin degan fe'lning keynidan out degan bog'lovchi birga keladi. Yani bu gollan tilda her bir fe'llarninki o'ziga mos holda keladigan ma'lum bir bog'lovchilari bo'ldi-ku. Buni grammatik qismida maxsus bog'lovchilarni so'zlaganda yana tafsilroq so'zlaymiz. Lekin hozirdan boshlab sizlar men palaniyadan keldim demoqchi bo'lsak, ya'ni come out. Mesela ik come out market desek, yani men hozir bozordan keldim degandek, shu come'ni men palaniyadan keldim deganda out bilan birga ishlatganmiz deb ya da ügünülüşünler zörür. And out velik land komye, yani siz qaysi devletten geldiniz, yani land degen devlet. And ikkum out Türkiye'ye, yani men Türkiye'den geldim. Yani andın out velik land komt u, ma u degen mu, ye degen mu, her ikilisi siz degen ma'noda, lekin u degen adette hürmet ma'nosida ishlatildi. Şu bu adette özümüzün çoğunlarga, özümüz tanımaydiganlarga ve ya ki şu biz hürmetleydigan adamlarga işletimiz, xuddi bizning tilimizdeki siliga o'xshaydi. Mesela biz bo'lib Qashqar taraflarda cho'nglarni yoki tanımaydigan adamlarni hammasini sili deb chaqirdik. U degan işte sili deganga o'xshatsaqmi bo'ladi bizning tilimizdeki. Normalda mesela sizlar agar diqqat qilib baqsanglar, bundan keyin burun diqqat qilmagan bo'lsanglarmi, ko'chmanlar idorasining butun suhbatlaridami sizlarga odatda u degan talaffuzda xitob qildilar-ku. Yani out velik land komt u, yani siz qaysi davlatdan keldingiz? Ik kom out Türkiye, men Türkiye'den keldim. Yani siz nereden keldingiz degandan keyin har xil ifodalash shakllari. Endi ma fe'lga keldik, komen kelmek. Endi gollan tilda fe'llar biz bunu yana maxsus grammatik qismida fe'l qismini so'zlagan vaqt tafsili so'zlaymiz, lekin fe'llar shaxsninki, zamonninki cheklimasiga uchraydigan bir so'z turkumi. Ya'ni shaxsning deganim, masalan, men desak bir xil shaklda ifodalasak, yey, siz desak bir xil shaklda ifodalasak, ve yani biz degan vaqtimizda fe'lning shakli o'zgaradi. Xuddi bizning tilimizdami? Mesela men Amsterdamdan keldim, men O'g'achqa keldim. Siz degan vaqtimizda keldingiz, yani siz keldim demaymiz, siz keldingiz. U keldi, biz keldik, sizlar keldinglar deb xuddi shu jumlaninki egisi bo'lgan men, biz, siz shaxs jihatdan, birlik, ko'plik jihatdan o'zgargan vaqtda xuddi fe'lmi mos holda o'zgaradi-ku. Anda zaman jihatdan degan vaqtida, masalan, men Türkiye'den kelgen deb, yani o'tmishda kelgan demoqchi bo'lsak, kelgan deb yoki men Amsterdamga borgan deb, bargan, yani men Amsterdamga bordim desek başka, borgan desek başka. Anda barmen desek başka. Barmen degan kelgusi zaman. Xuddi biz shu bir ish harakatni ifodalagan vaqtda ish harakatninki egisininki birlik ko'pligiga asosan, andan qanda vaqtni qanda zamonni ifodalaganga asosan bizning Uyg'ur tilimizda musha o'zgarganga o'xshash gollan tildimi o'zgaraydi fe'llarning. Shu fe'llarninki shunga birinchi shaxs birlik ko'plik shakli, ikkinchi shaxs birlik ko'plik shakli, uchinchi shaxs birlik ko'plik shakllari bor. Yani birinchi shaxs degan men birlik, biz ko'plik. İkinci shaxs degan siz, sizli, sen, bular birlik, sizlar ko'plik. Uchinchi shaxs degan u,
birlik, ular, köplükçü. Şuna her bir fe'lni öğrengen vaqtida sizlar mas holda uningki ikkinchi shaxs shakli qanda, birinchi shaxs shakli qanda, uchinchi shaxs shakli qanda, hatto o'tgan zaman, putgan zaman shakllari qanda buni mas holda o'rganib mengishimiz kerakchu. Lekin hozir sizlardan buni o'rganishni talab qilmayman. Maxsus biz grammatik qismida fe'llarni so'zlagandan keyin shu vaqtda rasmiy fe'llarni shu har xil shaxs zaman shakllarini qanday turlab chiqishni tafsil o'rganamiz. Lekin hozirning o'zida men har qanday fe'l uchragan vaqtda ash fe'lninki sizlar mush hozir ko'rgandek men ekranda birinchi shaxs birlik ko'plik, ikkinchi shaxs birlik ko'plik, uchinchi shaxs birlik ko'plik hozirgi zaman shakllarini bilib qo'ymay shuni o'rganib olsanglar bo'ldi. Masalan, ma'noda ikkum, ya'ni men keldim demoqchi bo'lsak ik, yay kumt, siz keldingiz demoqchi bo'lsak kumt, ya'ni keyniga t qo'shildi. Ü kommt o'xshash, hay kommt, ya'ni ikkinchi shaxs, uchinchi shaxs birlik hammasi o'xshash. Ondan ko'pligi vay kommen, yuli kommen, z kommen. Shu mushuni cho'qim yada o'rganishinglar kerak. Endi keldik tekstning davomiga. Var, wohnt, ü, ya'ni siz qayerda turasiz deydi. Ya'ni wohnt bu fe'lning asli shakli wohnen, turmoq, o'ltirmoq degan ma'noda, bir yerda, bir turalg'uda. Var, wohnt, ü bo'lg'achqa masalda wohnt deb keladi. Ya'ni siz qayerda turasiz? Ik wohn nu in Nederland. Yani men hozir Gollandiyada turaman. Yani in degandan keyin bu men bir bog'lug'uchi. Normalde ichida degan ma'nosi. In Nederland Gollandiyaning ichida, yani Gollandiyada turaman demekçi. In welke stad, yani qaysi shaharda, welke qaysi stad shahar, qaysi shaharda va welke straat, qaysi ko'chada, straat ko'cha. In Den Haag, yani Den Haag'da. In de Marktstraat, yani Marktkoç'ta, Pazar Koç'ta, op nummer 5, 5. numarada. Endi bir diqqat qilgan nuqtanglar. Boya deganda men Golland tilida muşta bir turkum bog'lg'uchilar bor. In, op, out, for degandek. Bir buncha. Bu bog'lg'uchilar ma'nisi ba'zining, masalan, op deganning ma'nisi ham dada, tata degan ma'nisi bor. In deganning mu dada, tata degan ma'nisi bor. Lekin bular keldigan ismlar o'xshamaydi-ku. Masalan, in stad bir shaharning oldiga in Amsterdam, in Nederland yoki in Marktstraat deb bunda olamiz, lekin bunda numurda demoqchi bo'lsak, u joqda op keladi. Op nummer 5 debchi. Bunu şu yadlab bugün asanglar yaxshi. What is it number van uw telefon? Yani telefonunuzun numeri qancha? Het nummer telefon. Ik heb nog geen telefoon. Yani mening telefonim yo'q. Geen degan yo'q, nog heb bar, lekin geen kelish orqali yo'q qildi. Yani ik heb nog geen telefoon. Yani mening telefonim yo'q. Annem yadam yana wohnen degan fe'lninki har qaysi shaxs birlik ko'plik shakllari. Buni ham yodlab o'rganib olsanglar bo'ldi hozircha. Ik wohn, hij wohnt, ze wohnt, wij wohnen, ze wohnen. Endi tekstning davomiga kelaylik. Die lerares heet Eva. Yani lerares degan o'qituvchi, yani ayol o'qituvchi demekçi. De leraar bo'lsa er o'qituvchi, lerares bo'lsa ayol o'qituvchi. Mush lerares deganga qarablam, bu o'qituvchi ayolga deblam darhol bilalaymiz. Yani de lerares het Eva, yani o'qituvchining ismi Eva. Yani bu o'qituvchi degandan keyin ma'no so'zlari de lerar, de docent, de mister hammasi o'qituvchi degan ma'noda. Bular hammasi erlik shakli. Ayollik shakllari de lerares, de docent, de juffrouw. Yani bular hammasi o'qituvchi deganning ayollik shakllari, muallima, xonim degandek. Yani underwijzer deganmi o'qituvchi, tarbiyalaguvchi degan ma'noda. Andama mister bilan yuf odatda boshlang'ich maktablarda, o'rta maktab, boshlang'ich maktab ko'proq ishildi. Yani boshlang'ich maktabning bolalari o'zining ayol o'qituvchisiga, ayol o'qituvchisini yuf deb chaqirdi.
er o'qituvchisini mister deb chaqirdi. Ondan o'qituvchilarni yana efendim yoki xonim deb, ya'ni miner degan efendim, mifrau degan xonim, ya'ni mushta shaklda ham chaqirsak bo'ladi. Ham bu efendim xonim deganni normalda masalan ko'chada bir odamlarni ko'rib qoldik, bir gapni so'ramoqchi, shunda vaqt efendim xonim deb miner mifrau machgeht's fragen, sizdan bir narsani so'rasam bo'ladimi deb shunda vaqtda miner mifrau desak bo'ladi. Yani tekstning oxiriga kelsak, endi eng oxirgi jumla bir xil tekstninki yig'inchoqlamasdek bir jumla. Sie kommt out Nederland. Ya'ni u Gollandiyadan keldi. Mein Herr Lee kommt nicht out Nederland. Ya'ni Lee efendim kommt nicht kelmedi out Nederland. Gollandiyadan kelmedi. Maar lekin out China, o Jungo'dan keldi. Hij woont nu, u turdu hazır nu in Den Haag. U hazır Den Haag'da yaşaydı, Den Haag'da turdu deydi. Yani bugünkü tekst muşu, bugünkü tekst sizlarga özüңlarni tanıştırışni, mening ismim Palani, men Palani yerden keldim, men munda şehirde turman degan muşlarni ögütüdü. Çünkü bu tekstni öğrengandan keyin sizlar özüңlarni mesela benim ismim Palani. Ben Palani yerden keldim. Palani şehirde, Palani koçuda, Palani numurda oturman deb şunu deyalsanlar yeterlik. Tekstninki tercümesi bayağı tekstin sözleş jarayonidami tercümesini bir-birlab deb o'tdim. Lekin her bir saatlik dersde muşta tercümesini ham ayrim qoldirib qo'yman. Sizlar tekst bilan silishtirib öğrenip alsanlar bo'ldi. Ondan her saatlik dersde biz bir idiom öğrenimiz, maqal temsil, yani idiom, maqal temsil degan gap. Yani özünün ma'nisidan boshqa bir ma'ni bildiradigan, ko'p ma'niga ega bo'lgan bir so'z turkumi, idiom yoki maqal temsillar. Ota-bobolarimizning bizga miros qoldirgan bir xil so'z turkumi hamda-ku. Bular odatda o'zining ma'nisidan boshqa bir ma'ni bildiradigan bo'lg'achqa, dastlabda anglagan odamga tushunmak tez tuyuluvchi. Faqat Uyg'ur tilida emas, Golland tilida ham shunda. Golland tili ham bir boy til, kundalik turmushda ham idiomlarni, maqal tamsillarni ko'p ishlatildi. Shunga biz shu har bir soatlik darsda bir taldan maqal tamsil yoki idiom o'rganish orqali mush jihatga bilimimizni oshiramiz. Bugun o'rganadigan maqal tamsil var in will is ein weg. Yani var degan qayer degan ma'noda, in degan bir, will degan istak, xohlash, is bo'lsa, weg degan yo'l. Yani nerede bir istak olsa, şu yerde bir yol var. Demek çoğunu sizli xohlaydigansiz, her vaqt yo'l topa olasiz. Bu bizning tilimizdagi qiyin ish yo'q olamda ko'ngil qo'ygan odamga degan maqol tamsilga mos keldi. Var in will is in weg. Endi bugun butun jihatda mushu maqol tamsilni o'rganish sababmi hamda biz mesela mushu dars, mushu kitobni o'rlashtirishlik sababmi shu. Gerçi bu kitap burunqi kon kitap bo'lsinmi va yoki Gollandiyada Uyg'urlar bek chechilib o'ltiraqlashgan bo'lsinmi va yoki bizning Uyg'ur tilida bir o'lchamlik lug'atimiz olmay va yoki Osiyo turayotgan qarindoshlar Golland til darslariga o'rlashtirmadi va yoki Golland til darsi o'qitgan qarindoshlar bo'lsinmi, til jihatda yanalam darslar butun Golland tilida so'zlanganlik uchun yanalam qiynalyotidi degandekchi. Lekin har qanday bir ishning amali bor, bizni xohlaydiganmiz har vaqt yo'l topa olamiz. Shunga biz mushlarni ham o'ylashib, mush yo'lni tepib chiqdik. Shun qiyin ish yo'q olamda ko'ngil qo'ygan odamga inshaalloh, garchi bu bek mukammal bir fursat bo'lmasligi mumkin sizlar uchun, lekin yanalam sizlarga bir foydali bir dars bo'lganligiga chin ko'nglimizdan ishonamiz. Ham bu fondimizdagi fidoyilar bu darsninki foydali, manfaatli bo'lishi uchun
qo'limizdan kelgan tirishchanlikni ko'rsatyapmiz. Qolgani sabab bizdan, natija Allohdan. Şuna bu bugün birinci günde muşi maqal temsilini sizler bilan o'rtoqlashishni xohlab qoldik. Yani bizle xohlaydiganmiz inshaalloh, bizle to'g'ri sababni qila oladiganmiz, har vaqt bir yo'l chiqadi. Şuna bir ma'yuslanmay o'rganishinglarni tavsiya qilamiz. Endi har bir darsdan keyin shu darsninki so'zliklari. Bu so'zliklarni ham biz topda ayrim yo'llab beryapmiz. Ondan bu birinci darsdagi o'rgangan grammatikaga doir so'zliklar. Shunga bu so'zliklarning, bu tekstlarning mush darsninki yozma nusxasiga erishishni xohlaydigan qarindoshlarninki haftada 2 qitim o'tiladigan nahv maydon darsimizning dars ulanishi avatiladigan to'pqa qatnab bilishinglarni tavsiya qilamiz. Ondan har bir darsdan keyin topshiriqlar bor. Bugungi birinchi darsning topshiriqi, masalan, sizlar bu birinchi darsni anglab bo'lgandan keyin topshiriq ishlash bek muhimchu. Topshiriq ishlash orqali o'rgangan darslarni pishiqlaymiz. Şuna qanday topshiriqlarni ishlasam bo'ldi desanglar, masalan, tekstni eng az deganda 5 qitim anglashinglarni tavsiya qilaman. Bu tekstning ovozli nusxasi ham yo'llanildi to'pimizda. Ondan eng az deganda o'zinglar 5 qitim yuqori ovozda o'qishinglarni tavsiya qilaman. Ondan so'zliklarni va ko'p ishlatiladigan jumlalarni yodlab olsanglar bo'ldi. Masalan, mening ismim Palani, men bunday yerdan keldim, men Palani shaharda turman degandek mushta gaplarning hammasi tekst uchirdi. Ondan savolga xohlaganlar javob berib baqsanglar bo'ldi. Agar tekstni yaxshi tushungan bo'lsanglar, bu savolning hammasiga javob bera olasizlar inshaalloh. Bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Keyin qitimliq darsimizni ko'rishaylik. Omon bo'lgaysizlar.